Assalomu alaykum. Sizlarni oltinchi kanali. Sizlarni oltinchi kanalingga po'g'ri ketdi, xullas. Nech bo'ldi? Biz $100 dan bosamiz. $7,500 yoki $5,000 hozir keladi. Tirs etadi hozir. Tirs etadi. 10 bo'lsin. Yo'q, bitta adminda yozib ekan. Shular bitta davlatga bittadan kanal ochgan ekanda. Lekin line betga menimcha yo'q a. Qayslar yozib olganman. Megapariga yozib olganman. Megapari, yo'q, Hopet va Jibspinbetga yozib olganman kanalga. Xbetga borgan, Xbet. Qo'yganlar yo'q. Necha yildan beri mana faoliyat yuritib qo'ygan bu ko'makchilar O'zbekistonda. Hali ham yo'q kanali. Nega men bilmayman. Megapari kanaliga yozibsan. Qasr aksiya bo'lgan ekan. G'oliblarni tabriklaymiz debdi. IDlari turizm bilan boshlanadigan IDlar bor ekanda. Men birinchi ochganimda Megaparida 800 bilan boshlangan. Birinchisi 800 ga ochganman. Undan oldin biz 75 bilan 50 chiqdimi? Hozir telefonga qarab qo'yibman. Bosib 75 50 demay bizga tushgan. 75 50 bo'lsa bo'ldi shu ekan. Yoki 75 yoki 75 bitta 50 qaramay qo'yibman. Uni aksiyada qarab qo'yibman. Qaysi aksiyada? Futbol o'yinida birinchi gol vaqtdan topish kerak ekan. Unda g'olib bo'pti odamlar anchagina yaxshi. Lekin men ochganda 800 edi. Demak, ancha oldin men bilgandan oldin bo'lgan ekan Megapari O'zbekistonda. Men birinchi Xbet ochganimda lekin 260 edi. 100larni ham bilaman, ko'rganman o'zim. 100lik akkauntlarni ham 100 bilan boshlanadi boshi. 260 202 845 edi adashmasam meni ID'im. Birinchi ochganim, birinchi eski telefonimda. Bu akkaunt yo'qolib ketgan hozir. Nomeri bilan birga yo'qolib ketgan. Endi nomer tiklash uchun akkaunt tiklash uchun nomer kerak. Nomer tiklash uchun esa uzoqroq joyga borib kelish kerak ekan. Chunki shaharda emas ekan. Endi qilishmasam Shaharxonda. Hali ham turibdi. Men telefon qilib beraman ba'zida. O'sha nomerni hali ham hech kim olgani yo'q. Chiroyli ham nomer emas edi. Shuning uchun bo'lsa kerak. Bilyapti shuni qaranglar, bitta qizil bilan almashib olganimni.
Xullas adisiya bermayapti. Rosmoni. Kispruşib bo'pti. Adisiya bilan kristal umuman avjini bermayapti. Yo'q, buni pushlayman shu ahvol. Birinchi aytgan nomeri kim? Ikkinchi. Esingizda bormi? Birinchi aytgan telefoninglar, birinchi aytgan nomerlar. Mana shu ko'pchilikda kaskom bo'lgan bo'lsa kerak ham. Birinchisi nomeri. Men birinchi ishlatganim kaskom olganman. Hozirgi Ucell paytda kaskomda ko'rsatgan paytda nomi. Keyin o'zgardi. Kimdir nomiga o'tdi u. Ucell o'zgardi. Beeline nomeri umuman ishlatmaganman, chunki Beeline'da oldin masalan kirish ham chiqish ham pullik edi. Ahmoqona qilishgan shunisi to'g'risi. Siz telefon qo'ygandan ham pul oladi, siz bunga telefon qilsangiz ham oladi va sizdan ham pul olardi. Keyin yo'qotib yubordi uni, lekin biz ishlatgan paytda bor edi bu narsa. Anchadan keyin yo'qotishdi. Telefon qilish qimmat edi u paytda. Haftasiga 10 so'm ketib qolardi shekilli, adashmasam. 10 so'm katta pul edi u paytda. Chunki oylik to'lovlar menimcha u paytda qimmat edi va tariflar kam edi. Ajoyib davrlardi. Qizlar bilan gaplashish ham qimmat tushardi. U paytda ko'rib gaplashish umuman iloji bo'lmagan. Ko'rmasdan gaplashganmiz shunchasi bilan. Hozirgilarga tuzigan gaplashmoqchi bo'lsa, hozir ko'rib gaplashadi. Evimiz degan narsa bo'lardi u paytda yoshligimizda. Evimizda rasm jo'natilardi. Internet ishlardi, даже 3G ham ishlamasdi menimcha. Rasmni ham zo'r ochardi, shu kichkina gigabayt rasmni ham zo'r ochardi. Bo'ldi. Aydisi jaz olib kelmadi, lekin bu yerda jaz bo'lmasa ham 477 269. Aniq chiqib bo'lsa, hozir zo'r sovg'a bo'lardi, lekin dahshat sovg'a bo'lardi. 56 chiqib qolmadi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Oltinga Rock kanalida va biz yana davom etamiz. Keldik. Tinchgina jonimizni qiynamasdan yaxshi bosamiz. Kisprashni chiqaramiz hozir. Yuz chiqib qoling debdiki. Shu ham keladi, shu o'yinlar bilasizlarmi? O'ynaganlar bormi? Shular ham kiradimi? Shu o'yinlar. Gameslar yoki slotlar. Shularga kirib chiqadigan bu. Shunaqa payt o'ynaganman. Yuz chiqay, necha yil olib bermaganingga, necha yillar olib ketdi jigar. 100.
Yüz çıkmayapti böyle. Ben Android'da. Android. iPhone 7 benim var kamerası. Yaqin to'g'risida eskiga 5 ming turib olgan ekan. Tekshirib ko'rdik iPhone'ni baribir sezilarli darajada iPhone kuchli ekan. Bizdan baqirsinmi? Ey bolajonlar. Necha marta bosgan bo'lamiz hozir? 5 minut, 4,5 minut o'tdi. 4,5 daqiqa ichida biz tinmasdan bosyapmiz, pauza qilmasdan. Lekin chiqmadi. Necha marta bo'lgan bo'lamiz shunda. Chiqmayapti. Kisprush anchadan beri. O'zi bu yil uchamadi shekilli. Bu yil 2025-yil, mana shu 4-oy hozir. 4 oydan beri bosamiz. Har kuni emas u. Bosib turamiz. Haligacha bizga chiqayotgani yo'q. Rahmat. Endi menga bosamiz. Yana menga. Yana menga 4 ta bo'ldi. Yana bitta bo'lsa 5 tami? Yoki 5-sidan 95 mi ketma-ket? 69. Mana 94 chiqib bo'ldi. Yana bitta bosamiz. Shu 90 tepa chiqmasa yana anaqa bosamiz. Bo'ldi, 90 tepasi emas, endi anaqa bosamiz. 51 davay bosamiz endi anaqa. Endi chiqib bo'lsa 850 ga chiqib, pulimizni qaytarib olgan bo'lardik. 64. 73 davay. Tomonga chiqib bersam olsam 686 582. 79. Mashinaga chiqib yurar balki. Chiq. Mayli, suramiz yaxshi foydadamiz, omad tomonga.